21 noyabr kuni tushdan keyin Xitoyning Xanandagi bir ximiyalik zavodida o't ofati yuz berib, 38 odam qazo qilib, 2 odam yaralangan. Xitoy doiralari bu o't ofatining xizmatchilarining qonunsiz kapsarlash mashg'uloti keltirib chiqarganligini aytgan. Shu kuni Shanxi Zhejiang ximiyalik cheklik shirkatidami portlash yuz bergan. Xabarlarga qaraganda, naq maydonda qattiq portlash yuz berib, qo'yiq istutak chiqib, shiddatli ta'virnishdan atrofdagi turalg'u binolar va do'konlarning aynaklari chaqilib, o'ylami buzg'unchilik uchirgan ekan. Portlashning sababi, qaysi bo'lakda portlaganligi va talofatga uchrash qatorliq tafsilotlar tekshirilmoqda ekan. Bu ximiyalik zavod Xitoyning G'ol harbiy korxonasi ekan. Yaqında Xitoy taratqullari va xalq ommasi yo'qolib ketgan 10 necha bolalarning delosini oshkorlagan. Yo'qolib ketgan bu bolalarning yashi intayin g'alati bo'lib, odatda bolalarning g'oyib bo'lish delolari asosan 3 yosh yoki 4 yoshli bolalarga markazlashganlikdan, yaqinda yo'qolib ketgan bolalarning hammasi o'rta va to'liq o'rta maktab o'quvchilari ekan. Tahlilchilar o'quvchilarning keng ko'lamda g'oyib bo'lishi bilan Xitoy o'quvchilarining izdirigini nazorat qilish sababini bahona qilib, sog'lomlik kodini yurish-turish kodiga aylantirib, cho'ng kichik hammaylarning izdirigini nazorat qilish mumkinligini, shuning bilan Xitoy davlatining ismi-jismiga loyiq haqiqiy ochiq turmaga aylanganligini bildirgan. Chet el taratqullarining oshkorlashicha, Xitoy hukumatı nurg'un joylarda aldamchilik usullarini qo'llanib, uy-mulk savdosini jonlantirishga hiyla ishiltib, o'zlari sotgan yerlarni ko'plab setib olish uchun yangi shirkatlarni vaqt qurib chiqqan ekan. Dokladda mundaq deb ko'rsatilgan. Bu yil Xitoydagi 22 shahardagi yer kim ortiq savdosida taxminan 60% yer hukumat qo'llagan shirkatlar tarafidan tuvan bahoda setib olingan ekan. Bu xildagi setish va setib olish mashg'ulotlarning yana davomlashishi mumkin ekan. 21 noyabr kuni Indoneziyada 5,10 dan bol yer tavirgan bo'lib, yerlik amaldorlarning ko'rsatishicha, kuchli yer tavrashda oz deganda 162 odam qazo qilgan, necha yuz odam yaralangan, nurg'un odam yo'qolib ketgan ekan. Davlatlik ofatga taqobil turish organining aytishicha, taxminan 2000 uy kuchli yer tavrash sababidan buzilgan. Qutqizish xizmatlari kecha-kecha davomlashgan. 25 odam xaroblikda qapsilib qolgan ekan. Fransiya axborot agentligining 21 noyabr xabarida aytilishicha, Xitoy bilan Qatar o'rtasida to'xtamnoma tuzilib, Qatarning Xitoyni 27 yil suyuqlantirilgan tabiiy gaz bilan ta'minlashi kafolatlantirilgan. Qatar energiya ministri bayonot berib, davlat egiligidagi Qatar energiya shirkatining Xitoy neft ximiya shirkatiga har yili 4 million tonna suyuqlantirilgan tabiiy gaz eksport qiladiganligi to'g'risida to'xtam tuzilganligini, to'xtamning 27 yil davomlashadiganligini jakarlagan. O yana mazkur to'xtamning tarixdagi suyuqlantirilgan tabiiy gaz savdosini ko'zda tutgan eng uzun muddatlik mol ta'minlash to'xtami ekanligini degan. Xabarda qayd qilinishicha, Rossiya Ukraina urush portlagandan buyon Yevropa davlatlarining energiya jihatda Qatarga bo'lgan ehtiyoji ko'rinarlik oshgan. Ammo Qatar bilan Yevropa o'rtasidagi suhbatlar izchil holda unumga erisholmay kelgan. Chunki Germaniyani o'z ichiga olgan bir qancha Yevropa davlatlari Qatarning Osiyo davlatlari bilan uzun muddatlik to'xtam imzolashiga qarshi turib kelgan ekan. Navbat Qatar dunyodagi suyuqlantirish tabiiy gaz ishlab chiqarishda eng oldingi davlat bo'lib, ishlab chiqarish saviyasi Amerika va Avstraliya bilan teng darajada turadi ekan. Xitoy neft ximiya shirkati bosh lideri Ma Yongxin bu to'xtam haqida bayonot berib bundoq degan. Bu tarixiy xarakterlik to'xtam bo'ldi. Qatar dunyodagi eng chong suyuqlantirilgan tabiiy gaz ta'minlash davlati. Xitoy bo'lsa Qatarning eng chong import davlati degan.